Xirurgik boylash turlari. Bu bitta usuli. Endi ikkinchi usuli. Ko'proq bosh barmog'ini ishlatamiz. Qaram qarshi turgan tagidan, o'sha turgan tagidan qo'ydik, ushadik, qo'yib oldik, olib keldik, ushadik, olib keldik, qo'yib oldik. Bu qo'lda ham xuddi shuni o'zi. Bosh barmoq keldik, ushadik. Hop, bu ikkinchi usul ketdi. Endi uchinchi usuli. Yana bitta narsani aytishim kerak. Xirurgiyada tortib tikiladi. Birinchi ushlab oladigan narsa nima turib? Hop, keyingi usul bitta barmoqlar.